Salom hammaga. Bugun sport kanalimizda birinchi videomiz bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab turganlar uchun alohida rahmat. Meni tanimaganlarga alohida salom. Xo'p, bugungi challenge'imizga qaytsak, oddiy rezinka. Biz men sotib olgan paytimda GT'da 60 ming, 70 ming turardi. Hozir bilmadim. Narxini biladiganlar kommentariyaga yozib ketsin. Ancha sifatli rezinka, qalinligini ko'rib turishingiz mumkin. Buni ko'p o'tirmasdan challenge'imizni maqsadiga o'tamiz. Bugun shu rezinkani 100 ta tortishimiz kerak. Kim nechta tortgan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirsin va obuna bo'lishingizni xohlab qolardim. Bo'lmasam ketdi. Jonli ko'rishingizni xohlab qolaman. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 100 ya 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ta rezinka tortish challenge'ini ham bajardik. O'zingizlarda o'ylagan xayolinglar bo'yicha yangi challenge'lar bo'lsa kommentariyada izohlarda yozib qolishlarini so'raymiz. Obuna bo'lganlarga rahmat. Bu rezinkada 100 tada уже 70 tada уже odam organizm qizir ekan. Уже qo'l mushaklari ham tortilish boshladi. GT'da bir yana 200-300 tada уже mushaklar shunaqa zo'r tortilar ekan. Sizlarga ham tavsiya beraman, shu rezinkadan foydalanib shu mashq qilib ko'rishinglarni va fikringlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kanaldan uzoqlashmanglar.